xaridorlardan tushgan pul tushumlari hamda mol yetkazib beruvchiga chiqarilgan pullar va xarajatlarni kiritish. Buning uchun asosiy oynadagi tushumlar va chiqimlar bo'limiga kiriladi hamda to'lovlar bo'limiga o'tiladi. Yangi kun uchun plus tugmasi orqali hujjat ochiladi va ushbu hujjat ichiga ushbu kunda tushgan tushumlarni kiritishlik uchun shu plus tugmasi orqali yangi xaridor tartib raqami orqali izlab topiladi hamda enter tugmasi bosiladi. Ushbu qatorlarda xaridorni qarzi so'mdagi hamda valyutadagi qarzi ko'rsatiladi. Xaridor to'lov qilgan summa kiritiladi hamda qaysi qarzi uchun to'lovni amalga oshirgan bo'lsa, ushbu tur tanlanadi hamda to'lov turi, ya'ni naqd pulda to'lovni amalga oshirsa naqd pul, valyutada bo'lsa valyuta, kartochkada bo'lsa kartochka tanlanadi. Saqlash yangi tugmasi bosiladi. Agar xaridor valyuta qarzi uchun to'lovni amalga oshirsa, ushbu valyuta qarzi uchun tugmasi bosiladi hamda to'lov summasi kiritiladi. To'lov turi tanlanadi va keyingi to'lov kiritiladi. Agar xaridor valyuta qarzi uchun so'mda to'lovni amalga oshiradigan bo'lsa yoki kartochka orqali yoki bank surish yo'li orqali, ushbu holatda summa kiritiladi hamda ushbu kundagi valyuta kursi yoziladi va to'lov turi tanlanadi. Kartochka, naqd pul hamda bank surish orqali va saqlash tugmasi bosiladi. Kunlik xarajatlarni kiritishlik uchun ushbu kunlik xarajat va kassa bo'limiga o'tiladi. Plus tugmasi orqali yangi xarajat kiritiladi, xodim tanlanadi, xarajat turi tanlanadi hamda xarajat summasi kiritiladi. Qo'shimcha izoh kiritishlik imkoniyati mavjud hamda xarajat turi naqd pulda bo'lsa naqd pul, valyuta, kartochka yoki bank orqali tanlashlik imkoniyati bor va saqlash tugmasi bosiladi. Hamda mol yetkazib beruvchilarga chiqarilgan pullarni kiritish, buning uchun ushbu chiqimlarni kiritish tugmasi bosiladi. Chiqimlarni kiritish rejimiga o'tdi hamda ushbu plus tugmasi orqali mol yetkazib beruvchi izlab topiladi tartib raqami orqali. Mol yetkazib beruvchidan sizning qarzingiz ko'rsatiladi. Bunda ham so'mlik qarzi uchun bu to'lovni amalga oshirilsa so'mlik qarzi uchun, valyuta qarzi uchun to'lovni amalga oshirilganda valyuta qarzi uchun tanlanadi hamda to'lov summasi kiritiladi va saqlash tugmasi bosiladi va ushbu kunga hujjat yopiladi, ya'ni kun oxirida hujjat ro'yxatga olinadi.